Aziz kitobxonlar, men sizlarga O'zbekiston 2-jahon urushi davrida nomli kitobini taqdim qilmoqchiman. 1941-yil. Dunyo alangaga burkandi. Millionlab insonlar taqdir urushi shamolida sinoviga duch keldi. Bu urush faqat frontdagilar emas, butun xalqning jasorati edi. O'zbekiston front ortidagi ulkan qal'a bo'ldi. Otalar jangga ketdi. Onalar tun va kun mehnat qildilar. Bolalar esa erta ulg'aydi. O'zbekiston 2-jahon urushi davrida kitobi xalqimizning mardonavar jasorati, cheksiz sabri va buyuk matonati haqidagi hikoya qiladi. Bu kitobda frontda kuzatilgan o'g'lonlar armoni, otalarning sog'inchi, onalarning sog'inchi, xalqimizning g'alabaga bo'lgan ishonchi mujassam. O'sha yillarda O'zbekiston minglab yetim bolalarga mehr berdi. Yaradorlarga panoh bo'ldi. Bir burda nonni ham baham ko'rdi. Urush qancha qalblarni yaraladi, ammo xalqimizning irodasini sindira olmadi. Bu kitobning har bir sahifasida tarix nafasi, har bir sadrida jasorat aks etadi. Bu kitob shunchaki tarix emas, bu xotira, bu fidoilik timsoli, bu avlodlarga saboq. Biz o'tmishni unutmasligimiz kerak. Chunki xotira bor ekan, millat barhayot. O'zbekiston 2-jahon urushi davrida kitobini albatta o'qing va tarixni qalbingiz bilan his qiling. Xotira muqaddas, jasorat abadiy. Vatan va xalq ozodligi, kelgusi avlodlarning baxtu saodati yo'lidagi mardlik va jasorat ko'rsatgan insonlar xotirasi hamisha barhayot yashaydi.